Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil matematika variantlari to'plamini 3-variantini tahlil qilamiz. Demak, birinchi savol hisoblang deyapti. Bu yerda birinchi qavusni hisoblaydigan bo'lsak 4 chiqyapti. Ikkinchi qavusni ochsak 4 plus 1 taqsim 2, 3 dan keyin 4 keladi. Ko'paygan qavusning ichi 4 chiqdi, teng 6. Bu yerda ham 4 dan keyin 5, ko'paygan 1 taqsim 2, ikkinchi qavus 6 chiqdi, 6 ni qo'ysak 8 chiqyapti. Endi bu qandaydir qonuniyat. Sezgan bo'lsangiz qandaydir qonuniyat kelyapti bu yerda. Bu qonuniyat n plus 1 shu qonuniyat bo'yicha o'zgarar ekan. Endi o'rniga 2011 ni qo'yib hisoblasak, bizlarda javob 4020, ya'ni C javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savol hisoblang deyapti. Bu yerda har bir kasrni alohida hisoblaymiz, chunki har bir kasr davom etgan. Agar birinchida bu yerda x deb hisoblasak, bu yerda ham x bo'ladi, chunki cheksiz ketgan. 4 plus x teng 4x ga teng bo'ladi. 4 ni bu yoqqa ko'paytirish qilib yuborsak, bu yerda ham x ga teng. Bu yerda 3x teng 4, x teng 4 taqsim 3. Keyingi kasr ham xuddi shunday, 3 ni bu yerga ko'paytirib yubordik. 3 minus 1 ni ham y qildik, cheksiz davom etgan sababli. Bu yerda yana 4y teng 3, y teng 3 taqsim 4. Uchinchi kasr ham xuddi shu tartibda hisobladik va bizlarda uchinchi kasrni z deb belgiladik. Bu yerda z 6 taqsim 5 chiqdi. Endi uchtasini hisoblaymiz. X plus y minus z. Qoldi bizlarda 4 taqsim 3 plus 3 taqsim 4 teng minus 6 taqsim 5. Bu yer umuman qarashib berdik, hisobladik. Natijada bizda 53 taqsim 60. Bu ham A javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savolda muayyan bir ishni Salim o'zi 30 kunda, akasi Olim 20 kunda, dadasi 12 kunda tamomlaydi. Agar uchalasi 2 kun ishlasa, qolgan ishni dadasi bir o'zi necha kunda tamomlaydi. Bu yerda oldin biz uchalasi baravar ishlasa, ishni qancha kunda tamomlashini hisoblab olaylik. Demak, 6 kunda tamomlar ekan. U holda 2 kun ishlagan bo'lsa, ular ishni 1 taqsim 3 qismini bajargan. U holda ishni 2 taqsim 3 qismi qoldi. Demak, dadasining o'zi ishni 12 kunda bajarsa, 2 taqsim 3 qismini x kunda bajardi. Bu yerda x ni topsak 8 kunda. Demak, ishni 2 taqsim 3 qismi qoladi va uni ham dadasi 8 kunda bajarar ekan. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. Keyingi tekislikni 5 ta to'g'ri tushlik eng kami bilan nechta qismga ajratish mumkin? Agar tekisliklar kesishmasa, ular eng kam bo'laklarga bo'ladi. Demak, 3 ta bir-biriga 5 ta bir-biriga parallel to'g'ri chiziq o'tkazsak, ular tekislikni 6 ta qismga ajratar ekan. Demak, 5-da agar a plus a ni minus 1-si teng 4 bo'lsa, a ni 5-si plus a ni minus 5-sini toping deyapti. Bu yerda oldin buni kvadratga ko'tardik, a plus a ni minus 1-sini. Bu yerdan a kvadrat minus a ni minus 2-si 14 chiqdi. Buni o'zini ham kvadratga ko'tarsak, natijada bizda a ni 4-si plus a ni minus 4-si 194 ga teng bo'ldi. Endi a ni 4-si minus a ni minus 4-sini a ni 1-siga bo'lgan a ni minus 1-siga ko'paytirdik. Natijada bizda a ni 5-si plus a ni 3-si plus a ni minus 3-si plus a ni minus 5-si, ya'ni a ni 5-si plus a ni minus 5-si a ni kubi plus a ni minus 3 darajasi keldi. Bizlarda a ni 5-si plus a ni minus 5-sini so'rayapti. Buni topish uchun a ni kubi plus a ni minus 3-sini topish kerak. Buning uchun biz a ni kvadrat plus a ni minus 2-sini a plus a ni minus 1-siga ko'paytirsak, bizlarda natijada a kub plus a ni minus 3-si plus a ko'paygan a minus 1-si. Bu yerda a plus a minus 1-si shartga ko'ra 4-ligi ham 14 ko'paygan 4, ya'ni bu 14 ga, bu 4 ga teng 56. Shunda a ning kubi plus a minus 3-si plus 4
56 ga teng. Bu yerdan a ni kubi minus a minus 3-si 56 minus 4 52 ga teng. Endi a ni 5-si minus a ni minus 5-si bu yerda bundan 194 bu 194 ga bu 4 194 ko'paygan 4 minus 52 ya'ni 52 a kub plus minus 5 ayırsak a ni 5-si plus a ni minus 5-si kelib chiqadi. Bu ham 724 ga teng ekan. Keyingi 6-savol hisoblang deyapti. Bu yerda kosinus 2021 taqsim 2 ni kosinus 1000 pi plus pi taqsim 2 deb bo'lib yozdik. Bu yerda 2020 kosinus holda pi taqsim 2 ni o'zi qoladi da aylanib kelib kosinus pi taqsim 2 da 0 ga teng. Plus 2 ko'paygan bu yerda kosinus pi taqsim 2 ni o'zi bo'lib, bu yerda kosinus pi taqsim 2 0, 2020 ko'paygan 0 0 plus kosinus 2020 pi bu kosinus 2 pi 2 pi dan kosinus 2 pi da 1 ga teng. Bu ham holda javob 0 plus 2 teng 2 chiqar ekan. Bu ham javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol bizlarda 7-savol tengsizlikni yeching deyapti. Bu yerda logaritm ostidan chiqarib olsak 4 ni x'ni minus 5 ko'payib 2 ni x'ni plus 13 katta 9 dan bo'ldi. Agar 2 ni x'ni a deb bo'lib olsak 4 ni x'ni a ni kvadrati minus 5a plus 4 bu yerdan 1/4 olarak 2 ni x'ni 1 dan katta 2 ni x'ni 4 dan kichkina. U holda minus cheksizlikdan 0 birlashma 2 dan cheksizlik. Siz javobga to'g'ri kelar ekan. 8-savolda hisoblang deyapti. Bu yerda ko'rib turibsizki 0,2 ning kvadrati plus 2 ko'paygan 0,2 ko'paygan 0,3 plus 0,3 ning kvadrati deb yozsak 0,2 plus 0,3 ning cos kvadratini berdi. Pastdan 0,5 ni chiqarsak 0,6 minus 0,4 bu yerda 0,5 kvadrat bo'lgan sababli bitta 0,5 ning kvadrati bilan qisqardi va 0,5 taqsim 0,2 bu ham 5 taqsim 2 2,5 degan javobga to'g'ri kelar ekan. Bu ham bu javobga to'gri keladi. Ko'paytma standart shaklda yozing deyapti. Bu yerda 2,4 ko'paygan 10 ni minus 4-si ko'paygan 2,5 10 ni minus 3-si teng 6 ko'paygan 10 ni minus 7-si. Bu ham siz javobga to'gri keladi. 10-savol ifodani soddalashtiring deyapti. Bu yerda oldin cos ichini hisoblab oldik. Umumiy maxraj bersak bunga x dan bunga x plus y dan bersak x ko'p plus y ko'pni beradi. Va keyingi soddalashtirish ishlamizda x dan bersa x kvadrat bersa 2y plus xy plus y kvadratdan x kvadrat minus xy y kvadrat bu yerda maxraj x ko'p plus y ko'pni yo'ygan x ko'paygan x kvadrat minus xy plus y kvadrat ko'paygan x plus y va teng bu yerda surat bilan maxrajda bir xil narsa bo'lgan qisqarib ketdi. Natijada ko'rtingandek bu yerda x'lar ham ketdi va bizlarda hammasini bitta kasrda yozgandan keyin bular ham qisqardi. Natijada 1 taqsim x plus y qoldi. Bu ham javobga to'g'ri kelar ekan. 11-savol sinus x 2,7 bo'lsa sinus 2x minus sinus 3x plus sinus 5x taqsim 1 plus cosinus x minus 2 sinus kvadrat x ni qiymatini toping deyapti.
oldingi sinus 5x minus sinus 3x plus sinus 2x deb yozib olib, sinus 5x dan sinus 3x ni ayirib yordik. Va sinus ayırsak, ayırma formuna göre 2 sinus x kosinus 4x plus sinus 2x ni 2 sinus x kosinus x deb yoydik va bizda mahraj turishida turibdi. Demak, ikkitasidan 2 sinus x ni qosga chiqarsak, kosinus 4x plus kosinus x. Endi mahraj turishida turibdi. Bu yerda 2 sinus x yig'indi kosinus 4x ni yoyib yordik. 1 minus 2 sinus kvadrat 2x kosinus x ko'rtirgandik. Bu mahraj bilan bir xil bo'lib qoldi. Qisqartirib 2 sinus x bo'ldi. Bu ham sinus 2x 2 taqsim 7ligidan 4 taqsim 7ligiga kelib chiqdi. Keyingi 12 savol, arc kosinus minus 0,5 plus 2022 arctangens 6 faktorialni toping deyapti. Bu arctangens 6 faktorial o'sib ketgan sababli bu 0 ga yaqinlashadi. Arc kosinus minus 0,5 2 taqsim 2 pi taqsim 3 ga teng. Bu ham ajabga to'g'ri keladi. Chunki quyidagi fikrlar qaysi biri to'g'ri deyapti. Bu yerda juft son, lekin tub emas. Chunki juft va tub son bu faqat 2. Lekin bu 5.9 plus 1 va katta son. Juft va murakkab son. Bu bir javob to'g'ri keladi. Toq va murakkab son toq emas. Nima deganda 5 ni har qanday darajasi toq va unga birni qo'shsak juft bo'ladi. Toq va tub son bu ham to'g'ri kelmaydi. Chunki demak biz juft son dedik buni. Demak faqat bu javobga to'g'ri kelar ekan. Ushbu sonlar orasida nechta murakkab son bor? Demak, murakkab son degani o'zi va birdan boshqa bo'luvchiga ega bo'lgan son, bu murakkab son. Demak, bu yerdan 80 ni olsak bo'ladi. 80 2 ga ham, 5 ga ham, 8 ga ham bo'linadi. 97 faqat o'ziga birga bo'linadi. Tub son 2001 3 ga bo'linadi. Raqamlar egamlisi 3. 3 ga bo'lsak 67. Demak 147 ham 3 ga bo'linadi. Bu ham raqamlar egamlisidan bilib oldik 3 ga bo'linishini. 961 31 ning kvadrati. Demak bu 31 ga bo'linadi. Bu yana bu ham murakkab son. 91 7 ga bo'linadi. 289 ham 17 ning kvadrati. Demak bu ham murakkab son. 109 son. Demak murakkab sonlar 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta topdik. Demak bu javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi 15-savol hisoblang. Bu yerda biz buni kasrga bilan bir xil, chunki hozir ko'ramiz. Mana 7 taqsim 75 ko'paygan taqsim 2/5 plus 19 taqsim 2/5 deb yozib olsak bo'ladi. Mana shu ifodani shu ko'rinishda buni qo'shsak ham 8/75 ko'paygan 19 taqsim 2 dan 5 ni beradi. Minus 10/65 ni 10/65 dan 100 deb yozib oldik va natijada bizda bundan birini ayirganda 8 taqsim 75 chiqdi. Bundan ko'rinib turibdiki, mahraj ham kasr ham bir xil, qisqarib ketsa bu 1 ga teng. Ya'ni bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol 16. Bir odam avval maoshining yarmini, birinchi safar yarmini, keyin esa qolgan keyin 6dan 1 qismini oldi va yarmini ham 6dan 1 qismini olgandan keyin u 5 taqsim 12 qismi qoldi. Agar u keyinroq esa qolgan yarmini olsa, demak 5x taqsim 24 qismini oldi, 5x taqsim 24 qismi yana qoldi. Agar u
pulning 5dan 1 qismi, agar olgan pulning 5dan 1 qismi 350 so'm bo'lsa, u yana qancha so'm oladi? Demak, uni o'sha 350 ko'payiga 24 so'm ham olacak. Bu demak 5 taqsim 24 qismini olgan, 5 taqsim 24 qismi olgan. 5 taqsim 24 qismini olishi kerak. Bu ham hisoblasak 1750 so'mga to'g'ri keladi. 17-savol, ifodaning eng kichik qiymatini toping deyapti. Bu ikkinchi variantning birinchi savolda bor edi. Buni ifodaning eng kichik qiymatini topish uchun ifodadan hosil olib, nolga tegamiz va bizada a chiqadi. A'ni hosil olinmagan ifodaga olib borib qo'yamiz. Demak, bizlarda javob 5 chiqar ekan. 18-savol, yerning massasi 6 ko'paygan 10 darajasi 24 kilogramm ga teng, quyoshning massasi esa 2 ko'paygan 10 darajasi 30 kilogrammga teng. Yerning massasi quyoshdan necha marta kichik? Quyoshning massasini yerning massasiga bo'lamiz. Demak, bizlarda 3,1 10 darajasi 5 marta kichikligi kelib chiqar ekan. 19-savol, ko'paytmaning oxiri raqami nechta nol bilan tugaydi deyapti. Bu yerda 2 dan 10 gacha bitta tugasa, 2 dan 90 gacha 10 ta raqam bilan tugaydi. Demak, 100 ni ko'paytirsak, yana 2 ta raqam qo'shiladi. Demak, jami 12 ta raqam bilan tugar ekan. 20-savol, A, B, C natural turli raqamli va A si 2 xonali son bo'lsa, A plus B teng A si tenglikdan foydalanib A, B, C'ni qiymatini toping. Demak, bu yerda A, B, C raqamlar bo'lsa, raqamlarni qo'shganda faqat 18 ga teng yoki 18 dan kichik bo'ladi. Bu yerda faqat ikkitasi 9 bo'lganda ham 18 chiqadi. Demak, ular A si deb yoziladi. A qiymati 1 ga teng bo'ladi. A 1 ga teng bo'lsa, A plus B teng A si. Demak, bu yerda B 9, A ga 1 ni qo'shsa, S 0 deb yozsak, 1 ga 9 ni qo'shsak 10 to'g'ri kelar ekan. Bu holda bizda A plus B plus S teng 1 plus 9 plus 0 teng 10. Javobga to'g'ri keladi. Keyingi 21-savol, ko'paytmani toping deyapti. Bu yerda qo'shinish 91 qo'shinish 270 ko'paygan qo'shinish 300. Bu yerda qo'shinish 270 ni o'zi 0 ga tengligidan qolganlarning qiymatlari bizga ahamiyati yo'q, chunki har qanday sonni 0 ga ko'paytirsa 0, demak bizlarda javob 0 ekan. 22-savol, bu yerda hisoblash kerak. Bu yerda kubizatsiya 4 plus 1 ga ko'paytirib yuborsak, mahrajni ham suratni ham bu yerda kubizatsiya 4 plus 1 bu yerda 4 plus 1, ya'ni kubizatsiya 4 ni x 1 ni y desak, x kub plus y kubdan 4 plus 1. Zardan bu yerda mahrajni irratsionallikdan qutqardik. Keyingi kasrda va buni o'zini yozdik. Demak, bizlarda 4 plus 1 5, 5 bilan qisqardi. Natijada bizda bu yerda ham 9 bilan 16 minus 7 9 ga teng qisqardi. Natijada bizda 5 chiqdi. Javob 5 ekan. Keyingi kubik formula ikkinchi qavusini toping deyapti. Kubik formula bo'lsa A kub plus B kub. A plus B A kvadrat minus AB plus B kvadrat, ya'ni A javobga to'g'ri keladi. 24-savol, ishchining oylik maoshi 9000 so'm. Agar uning maoshi 30% ga kamaysa, qancha maosh oladi? Demak, 30% ga kamaysa, bu 6300 so'm oylik olar ekan. Tenglamaning ilzoriy yig'indisini toping deyapti. Bu yerda kvadratga ko'paydi. Kvadratga ko'targandan keyin
x minus t'ni x minus 4'dan t deb belgilasak, bu yerda kvadratga ko'tardik buni yana bir taraf götürüp ve neticede bizde x1 plus x2 33'e teng. Bu kvadrat tenglamatta 120'sı 33'e teng. Lekin ildizlarni hisoblasak, bittasi 13, ikkinchisi 20 chiqyapti. O'n uchni ololmaymiz, chunki agar 13ni oladigan bo'lsak, bu yerda qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 13dan 9ni ayirsak 4, 9 bu ildizda 3 chiqadi. 13dan 3ni olsak, ildizasi 14 ga teng emas. Demak, biz 13 javobini olamiz. 20 javobini olsak, 20 javob qanoatlantiradi, chunki x ni o'rniga 20 ni qo'ysak 16, 16dan 4 chiqadi. Yana 20dan 4 ni olsak 16, 16dan 4 chiqadi. Demak, bu yerda bitta ildizni olamiz, u ham 20 ga teng. 26-savol hisoblang deyapti. Bu yerda biz ifodani o'zini t deb belgilab olib, kvadratga ko'tardik va natijada bizda 2 taqsim 5 teng t kvadrat, bu yerdan t teng 2 taqsim 5 kelib chiqdi. 27-savol. Agar x kvadrat plus x taqsim x minus 8 bo'lsa, eng katta qiymatini toping deyapti. Bu yerda buni kvadrat tenglamasi sifatida yozib olsak, x plus x taqsim x minus 1 kvadrati shu ko'rinishda bo'ladi. Endi biz x plus x taqsim x 1 ni hisoblaydigan bo'lsak, bu x kvadrat minus x kvadrat taqsim x minus 1 t deb belgilab oldik. Bu holda bizlarda t ning kvadrati x kvadrat minus 1 u holda buni t deb belgilab olsa, t kvadrat teng 8 plus 2 t ni beryapti. Teng. Demak, bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak, t kvadrat minus 2 t minus 8 teng 0, bu yerdan t teng 4, t teng minus 2. Agar x kvadrat x minus 1 birinchi 4 ga teng bo'lsa, x teng 2, ikkinchidan x kvadrat x demak, x tan o'rniga minus 2 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, minus 4 ga teng. Bu yerdan x1 minus 4 minus 2 ildizasi 5, minus 4 plus 2 ildizasi 5. Bu yerga tirnoq kelib qo'ygan bilan bu yerda 5 2 3 oralig'ida ham ko'paytirishga bu yerda 0 1 oralig'ida keladi. Qo'shganda ham bu yer minusga qarab ketadi. Demak, bularning kvadrati ham x teng 2 dagi qiymatdan kichkina bo'ladi. Demak, x teng 2 ni qo'ysak, bizda 8 hosil bo'ladi. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Endi 28-savol. Berilgan sonni 9 ga bo'lganda qoldik 4 bo'lsa, ushbu sonlardan qaysisi bir bo'linishi mumkin? Demak, bu yerdan 9 ga bo'linish qoidasidan foydalanamiz. Bizlarda 7 olsak, 2 ni olsa 2. Buni 9 ga bo'lganda qoldik 3 chiqar ekan. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, 85 ni 9 ga bo'lganda qoldik 4. Demak, bu javobga to'g'ri keladi. 29-savolda nuqtadan oyoq chiziqgacha nisbatan simetrik nuqtani toping.
demak y o'kka nisbatan simmetrik desa minus 1,2 nuqta y o'kka nisbatan simmetrik desak x o'zgaradi. X 1/2 nuqtada bo'ladi. 30 tenglama neching deyapti. Bu yerda hisoblaydigan bo'lsak x teng 4 degan javob keladi. Bu ham shu javobga to'g'ri keladi. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.